Nur televiziyoning hurmatli ko'ruvchilari, salom. Bugun dushanba 1394-hijriy yil Savr oyining 28 va melodiy 2015-yil may oyining 18. Yangiliklar qisqa satrda. Pokiston istixborot tashkiloti bilan istixborotli kelishuvnomaning imzolanishi USJga a'zolarining tanqidlarga duch keldi. Milliy mudofaa vazirligining aytishicha, toliblarning xavfsizlik kuchlari bilan urush qilishga kuchi bo'lmagan va Maqtuniyada keng ko'lamda e'tirozlik namoyishning yo'lga qo'yilishi. Men Muhammad Shukur Ortosh, o'zbekcha yangiliklar bilan sizlar xizmatlaringizda. USJning bir qator a'zolari Pokiston istixborot tashkiloti bilan istixborotli kelishuvnomaning imzolanishidan qarshilik bildirganlar. Ular ushbu harakatning Afg'oniston ulusining milliy manfaat qarshiligida bo'lganligini aytib, ushbu ish yomonliklarni keltirishi mumkin. USJga a'zolarining ta'kid qilishicha, milliy xavfsizlik mas'uli va milliy amniyat kengashi ushbu to'g'risida majlisda ochiq shaklda javob qaytarsinlar. Ana shu holda USJning birinchi o'rinbosari tegishli komissiyalarga farmon bergan, to milliy xavfsizlik boshlig'i hamda milliy xavfsizlik maslahatchisining ushbu to'g'rida javob qaytarish uchun majlisda chaqirsinlar. Har doim mamlakat xavfsizlik katakonlari o'lka amniyatsizliklariga Pokistonning aybdor biladi. Afg'onistonda o'tgan bir o'nlikda Pokistondan mamlakatiyot bo'lganki, davlat qarshi guruhlariga o'rin berib va ulardan orqalik bildirishiga qo'l urgan. Ammo Afg'onistonda milliy birdamlik hukumatining o'rtaga kelishi bilan Afg'oniston va Pokiston aloqasi yangi bir marhalaga kirgan. Pokiston Afg'oniston tomon yashil chiroq ko'rsatib, aytganki, davlat qarshi guruhlarning muzokirot meziga tortishiga Afg'oniston bilan yordam etadi. Zoiran ko'rinadiki, Afg'oniston hukumati ana shu uchun Pokistonga bir tomonlama boj bermoqda. Ammo yangilikdan guzorishi nashr bo'lganki, go'yo Afg'oniston milliy amniyat riyosati Pokiston istixboroti sozmoni bilan kelishuvnoma istixboroti itlootning almashtirish uchun imzo etgan. Milliy kengash ushbu iqdomga qarshi milliy amniyat so'nggi amalining milliy manfaat qarshisi aytadi va ta'kid beradiki, milliy amniyat riyosati va amniyat kengashi ushbu to'g'rida ularga vazohat bersalar جنگ شمال آیسای پاکستان رهبری میکنه و این چی باعث شده که حتی رئیس جمهور ما یا امنیت پیمان امنیتی امضا کرده که حتی ما با دوستای بسیار استراتژیک خود همچنین پیمان را ما نداریم که با این مهمی که اونا دسترسی به اطلاعات و همچنین تربیه بکنه امنیت ما را. امضای موافقتنامه را با کشور دوست ما پاکستان خلاف منافع اولیای کشور، خلاف مصلحت اندیشی های در قبال افغانستان میبینم. در این قسمی که میگن که میگن که گوسفندا را پاسبانی بکن، این کاری است که دولت مردای ما کرده. مردم نمایندلari fikridan Hindning Afg'onistonga yog'lanishi bilan Pokistonlik katakonlar xohladilar, namoyishi borib kelishlar bilan ko'rsatsaki aloqalari ushbu mamlakat bilan yangi bir marhalaga kirgan va Afg'onistonda doimiy tinchlikning qarorlanishiga yordam etadi. Namoyandalar garchand Pokistonning sadoqatiga davlat qarshi guruhlarning muzokirot meziga keltirishi va Afg'oniston tinchligiga yordam etishiga bovarsizlar, ammo ta'kid beradilarki, ushbu iqdom milliy xiyonat bo'lgan. O'lkada amniyatsizliklarning ko'paytirishdan boshqa manfaati yo'q. Ayni holda Milliy kengash birinchi o'rinbosari tegishli komissiyalarga buyruq bergan, to milliy amniyat raisi va milliy amniyat kengashi maslahatchisining mavzuni ochiqlanishi uchun komissiyalarga chaqirsalar. استخبارات چشم گوش قلب یک نظام است. دفاع و پلیس دست و پای یک نظام است. بسته کردین دست و پایتان به پیمان امنیتی و استراتژیک، چشمتان کور کردین، گوشتان کر کردین، قلبتان سیاه کردین به امضای پیمان استخباراتی دشمن دیرینه‌تان. د وضاحت په خاطر د دې تړون د امضا د اهدافو او موخو د بیان او وضاحت په خاطر مربوطه امنیتی مسؤلین مشترک غونډه ته استجواب کړي او په اخر کې د خپل رسمي گزارش تالار ته وړاندې کړي چې دغه گزارش په نتیجه کې ولسی جرګه خپل قاطع تصمیم ونیسي. با این حال که bir qator guzarishlarga asos aytiladiki, milliy amniyat raisi shaxsan ushbu kelishuvnomaning Pokiston tomoni bilan imzo bo'lishiga rozi emas ekan. Yangi kelishuvnomaga asos ki itlootning Pokiston istixboroti tarmog'i bilan almashtirish bo'lgan
Oysoy bundan so'ng Afg'oniston milliy amniyat ishchilarining jihozlantirib va o'qitib o'rgatadi. Milliy mudofaa vazirligining aytishicha, mamlakatda tinchlik keltirish uchun xalqaro tashkilotining fishorlari bilan toliblar guruhi o'z hamalotlarini o'lkada shiddatlantirgan. Milliy mudofaa vazirligining operatsion boshlig'ining aytishicha, toliblar Afg'onistonda huzurlarni ko'rsatish uchun so'nggi talashlarni qiladi, biroq toliblarning shunday talashlari hozirgacha natija bermagan. Unga ko'ra toliblar urush maydonida o'z kuchlarini qo'ldan bergan. Joriy quyosh yilining boshlanishi bilan amniyatsizliklar mamlakat turli mintaqalarida, ayniqsa Shimoliy viloyatlarda ortiqlashdi. Mamlakat mudofaa vazirligi so'nggi amniyatsizliklar dalilining tenglikning qarorlanishiga xalqarolik bosimlarning ko'paygani biladi va aytadiki, Tolibon guruhi o'zlarining huzurini ko'rsatish uchun eng so'nggi kuchlaridan foydalandi. Mamlakat mudofaa vazirligi aytadiki, Tolibon o'z kuchlarining urush maydonida qo'ldan bergan xavfli g'arblar bilan muqobil etish kuchiga ega emaslar. په نړیواله سطح باندې ډېر فشارونه دي، د سولې لپاره کارونه روان دي. زموږ حکومت هم پکې ډېر په دې کې هوډمند دی چې په هر شکل باندې وي باید یو سولې ته ورسیږي. نو طالبان د دې لپاره چې خپل حضور وښیي، دوی دغه حملاتو ته زور ورکړی دی. او زه تاسو ته یو چې ویلی شم چې هغه د طالبانو هغه اصلي د ملا تیر په دغه بریدونو کې مات شوی دی. Ülkede amniyatsizliklarning ko'payishi bilan ayniqsa shimoliy mintaqalarda mardimlar Tolibon muqobilida to'xtash uchun milliy harakatlarning bajarmoqda. Mudofaa vazirligi ushbu harakatlarning xavfsizlikning ta'min bo'lishi uchun yaxshi tavsiflaydi. Ammo aytadiki, ushbu shaxslardan hech biri mudofaa vazirligi tomonidan jihozlanmagan. در افغانستان حرکت‌های مختلفی تحت نام خیزش‌های مردمی، تحت نام ایجاد پلیس محل و بالاخره حرکت‌هایی که واقعاً به خاطر نجات مردم افغانستان از گرو طالبان و تروریستان که اونا باعث اذیت و تهدید مردم هستند در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. این واقعاً یک حرکت بسیار معقول است و یک حرکت است که اردوی ملی افغانستان و نهادهای امنیتی با وضع فیزیک که در دی داخل نیستند و وظایف و اهداف ما مشخص است و ما به دنبال اهداف و مشخصات کاری خود میگردیم، ولی چنین حرکت‌ها در سطح افغانستان به عنوان دفاع خودی مردمی استقبال میکنیم. این holda Mudofaa vazirligi Nangarhor viloyatida Tolibon va Doish bayinida yuz bergan urushning ta'yid etadi va aytadiki, urushi ki Tolibon va Doish guruhi bayinida yuz bergan ushbu vazirlik tafovutsiz emas ekan, aholi hayotini qo'rish uchun ushbu mintaqada bir qancha amaliyotning amalga oshirgan. ما برادرای اوتور نیست که بین داعش و طالبان جنگ باشه و ما به تفاوت باقی بانیم. هدف ما کسی که باعث اذیت و تهدید و فشار همگانی بالای مردم افغانستان با در نظر داشت همه تهدیدات وارد میکنه، ما به خاطر آزادی مردم خود عملیات‌های خود پیش میبریم. یعنی می لحظه‌ای که با صحبت میکنم عملیات ما در روی استقامت‌ها جریان داره و امروز ما در 26 نقاط دارای تهدید بلند و تحرکات دشمن عملیات داریم. این به این معنا نیست که گویا ما فرصت از زمینه را طور مساعد بسازیم که بین طالب و دشمن جنگ است و ای که بینشان جنگ است. ما برای خلاصگیری نیستیم، ولی به خاطر حفظ مردم خود فعلا در روی استقامت‌ها ما عملیات داریم. Shuningdek, mamlakat mudofaa vazirligi aytganki, davlat qarshigurlari o'tgan 4 oyda 1600 terrorist hujumni uyushtirgan ki portlash va xudkush hujumlar shomil bo'lgan. Ushbu hodisalarda ko'pincha ziyonning oddiy aholi ko'rgan. Saylovlar komissiyon boshlig'ining aytishicha, bo'dijaning bo'lmasligi bois Ulusi jirga saylov ortda qolgan. Saylovlar komissiyon boshlig'i Ahmad Yusuf Nuristoniy Ulusi jirgada aytganki, agarda hukumat qish faslining kelishi bilan Ulusi jirga saylovining yo'lga qo'yilishi uchun bo'dija yaratsalar, ushbu komissiyon qiloladi. Milliy kengash saylovni yo'lga qo'yilish uchun tayyorgarlik olsalar, Nuristoniy janoblarining ko'paytirishicha, milliy kengash saylovining yo'lga qo'yilishi uchun hukumatning jiddiy irodasi bo'lmagan. Uning ogohlantirishicha, ushbu ish mas'ul hukumat o'zi bo'lgan. Saylovlar taqvimiga asos qaror edi Savroyi 2-kunida milliy kengash saylovlari barguzor bo'lsa, ammo hukumat e'lon etganki, milliy kengash saylovlarining barguzor etilishi 1 yil ortga tashlangan. Shuningdek, guzorishlar mavjudki, majlis a'zolaridan bir qatori xohlamaydi saylovlar mushaxxas zamonda barguzor etilsa.
Ana shu dalilsa Milliy Kengashning qo'mitalar raislari faysalasiga asos dushanba kuni saylovlar komissiyasi raisi nimoyindalar so'roqlariga javob qaytarish uchun ushbu majlisga chaqirilgan. Garchi saylovlar komissiyasi raisining chaqirish o'tgan hafta chorshanba kungi jalasada matrab bo'lgan edi va nimoyindalar ushbu komissiya raisining tolar ichiga kelishiga ruxsat bermagan edilar, ammo majlis birinchi o'rinbosari tanqid bildirdi. Aytdi, nisob takmil emas va ushbu raygirlik ham ichki vazoif usuliga qarshi bo'lgan. Ana shu uchun majlis raisi aytdiki, bu ish so'nggi jalasalarda qo'yilsa, dushanba kuni saylovlar komissiyasi raisi Milliy Kengashda chaqirildi. Majlis a'zolaridan bir qatori raislar qo'mitasi ushbu faysalasiga qarshi saylovlar komissiyasi raisining mardum ovozi to'g'risida xiyonat qilganiga aytganladi va e'tiroz bildirdilar ki to'lovdan chiqsa. Ammo majlis birinchi o'rinbosari aytadiki, ular raislar qo'mitasi faysalasiga asos majlis raisiga ruxsat beradi. Saylovlarning nima dalil uchun ortda tashlangani to'g'risida javob bersa, عامل فقر و بیچارگی در این وطن عامل اساسیش کمیسیون به نام مستقل انتخابات شکایت انتخاباتی هستند که تا بالی ما حتی حکومت نداریم، حتی کابینه ما تکمیل نیست و شما خودتان شاهد هستین. از این که خیانت و بزرگ دیگه امکان داره که شما کسایی که به ملت خیانت کردن، به حق حقوقشان خیانت کردن، به دموکراسی خیانت کردن، اونا را حق میته که بعد گزارش بدن. به عوض از اینکه اینا باید میز محاکمه کشانده میشن، در پشت پنجره قانون اساسی ماده قانون اساسی را بکشین لطفاً. منافع ملی قانون اساسی است. بگوین کدام ماده قانون اساسی لطفاً بگوین. نظرخواهی بکنن که کیها به ملت خیانت کردن که الیار آمدن اینجا گزارش میشن. جرم که قضا یا سارنوالی تثبیت کرد بعد از اون جرم است. قبل از اون شما کس خائن ملی گفته نمیتونین. نماینdalar noroziliklar sekin bir qator nimoyindalar qarama qarshiliklarga o'zgarildi. Ammo jalasa majlis raisi tomonidan sirri e'lon etiladi va jurnalistlarga yarim soat ruxsat berilmaydi to ushbu yig'inning po'shish bersalar. Saranjom majlis a'zolaridan bir qatori noroz majlisning tark etadi. Ushbu nimoyindalar saylovlar komissiyasi raisining to'larga huzur topishini qonunga qarshi aytadi va majlis birinchi o'rinbosarining qonunning oyoq ostiga qilganiga aytolmagan. Ushbu nimoyindalar fikridan majlis birinchi o'rinbosari Zoir Qadir to'larning o'z giravida olgan shaxsan saliqasi bilan ichki vazoif usuliga qarshi harakat etadi. برای ما مصلحت کلی مملکت مهم است، نه تامین قناعت دو سه فردی که در اینجا آمدن. اما وقتی که ما بخوایم در مورد کمیسیون انتخابات گپ بزنیم، ما میخوایم بگیم که امروز چیزی کسانی که رای دهنده است مردم هست. مردم اعتماد نداره به کمیسیون. دو، دنیایی که باید پول بده دیگه پول نمیده به کمیسیون. دلیلش چیست؟ دلیلش میسته که شما ببینید تعداد غفیری از اعضای کمیسیون انتخابات و شکایت انتخاباتی را معاشش امروز قطع کردن. عامل قطع شدن معاش یعنی هزارات است که به خاطر 7-8,000 دلار ملت میخواد به قانون اساسی یک ماده شما شکایت دارید. به همه خاطر پیش کردید. به همه خاطر این کمیسیون دکانداری کرده. این نفهمید که آینده دموکراسی یعنی چی. شما اینجا شیشته هستین از دموکراسی و صدای مردم و قاطبه ملت نمایندگی میکنین. شیشته هستین و از حق مردم نمایندگی میکنین و کسایی که خیانت ملی انجام دادن که حال باید دستارالوالی باشن شیشته هستین اعتبار میبخشین. این جلسه خلاف قانون اساسی است. Majlis birinchi o'rinbosari va bir qator nimoyindalar yana bir qatorni muttaham etadilar-ki, raislar qo'mitasi faysalasiga qarshi to'larning o'z girovlarida olgan. Ushbu ishlari ichki vazoif usuliga qarshi bo'lgan. تمام تالار را در حصارت خود نگیرین. یکی، دو، کمیسیون انتخابات از روی قانونی که شما برش رای دادین ساخته شده و قانونی هست تا وقتی که قانونی که ما و شما برش رای دادیم این قانون در افغانستان قابل اجرا باشد. بنابراین سرانجام که ملمنون وضاحت غواړي شینکار او څوک چې مخالف وي سور کار دی اوچت کړي. معلومات برسه. saylovlar komissiyasi raisi aytganki, budija bo'lmagani dalil sabab Milliy Kengash saylovlari ortda tashlangan. Saylovlar komissiyasi raisi Milliy Kengashda aytdiki, agar hukumat qish faslining yetib kelishi paytga qadar Milliy Kengash saylovlarining barguzor etilishi budijasini farahm etsa, ular tayyorda ushbu saylovlarning barguzor etsa. Saylovlar komissiyasi raisi aytganki, hukumatning irodasi saylovlarning barguzor etishiga kuchsiz va agar saylovlar ortda tashlangan javob qayruvchi hukumat bo'lgan, na saylovlar komissiyasi.
مشکل اساسیش نمیست که بودجه نیست و حکومت هم انتخابات با وقتش نمیتونیم، دوی سور خوبه به هیچ وجه نمیشه و انتخابات احیانا اگر حکومت امروز یا فردا یا در این هفته امکانات مالی را به اختیار کمیسیون مستقل انتخابات بگذاره، ممکن است که بعد از 5 ماه تاخیر قبل از اینکه زمستان فرا برسه انتخابات ما برگزار بکنیم. با این حال که saylovlar komissiyon raisining aytishiga ko'ra 80 million dollar niyoz top parlamentni saylovlar barguzor etilsa, ammo nafaqat Afg'oniston hukumati uning berishi kuchiga ega emas, yordamchi mamlakatlar ham ushbu rejaning moliy yordam etishiga rag'batli emaslar. Nuristonning aytishiga ko'ra, yordamchi mamlakatlarning yordamliklarini uzilib qolgani bilan ehtimol bormoqda ushbu komissiyonning qarib 800 maslaki kormanlari ishlaridan bekor bo'lsa, ushbu amr sabab bo'ladiki, sudcha bir saylov barguzor etilmasa. Jumhur rais G'ani shahar qurish vazirligi mas'ullarga farmon bergan barcha davlatiy shaharlarni unga fasod surat topgan tekshirsinlar. G'ani janoblarining aytishicha, davlatiy ma'murlari ushbu qararodlardan foydalangan, boyat hisob bersalar va shuningdek adliy va qazoiy qurilmalarni nazorat ostiga qaror topsinlar. Uning ta'kid qilishicha, hech bir davlatiy ishlovchilari xususiy sektorlar bilan qila olmaydi, shirkat sharokat shaklida ishlasalar. Omma sog'liq vazirligi qobillarning dunyo bo'yicha bo'lgan kundan Kobuldan nishonlangan. Ushbu wazirat mas'ullarining aytishicha, mamlakatda qobillarning soni ko'payishi bilan o'lkada onlarning o'lishi 60% kamaygan. Omma sog'liq vazirligi mas'ullariga ko'ra, dunyo satda yillar bo'yicha 300 ming ona bolalarning dunyoda keltirishlari bilan hayotlarini qo'ldan beradi. Tashqi yangiliklar. Maqduniya Boshkenti Uskupa shahrining joylarida davlatga qarshi katta bir namoyishga guvoh bo'ldi. 10 mingdan ortiq e'tirozchilar yig'ilib, o'z o'lkaning bosh vaziri Nikolas Gurevskining vazifasidan iste'fo qilishini so'raganlar. Ushbu namoyishchilardan biri demokrasiya hamda erkinlik hech qanday bahosi bo'lmaganligini aytib, davlat qarshilari ushbu diktator kishini iste'fo qilishga e'tirozli namoyishlarni idoma beradi. Maqduniyada bo'lgan tengsizliklar so'nggi hafta ichida bir qator noqonuniy qurollar hamda polis orasida qurolli to'qnashuvlar shiddatlangan. Davlat ushbu harakatni kuzu alboniy tovarlarga nisbat beradi. Biroq qarshilarning aytishicha, ushbu harakatdan hadaf moliy fasod ustidan o'tishi hamda unga qudratdan istifoda qilishi bo'lgan. Va so'nggi xabar. Urushilarning birdamlik uchun bo'lgan marosimi jarayonida ushbu shaharda Isroilning ifrotiy yahudilari hamda falastinlar orasida to'qnashuvlar yuz berib, natijada kamida 6 falastinli tutqunga olingan. Ushbu to'qnashuvlar ayni paytda yuz berganki, minglarcha Isroiliy yahudilari ushbu o'lka bayrog'ini qo'lga olib, Falastin jozalaridan o'tishlari bilan ushbu shaharning eski hamda Baytul Muqaddas sharqi bilan o'zlarini Nadaba devorida etkizsalar, ushbu shahar polisining aytishicha, ushbu shaharning 2 harbiy kuchlari Falastin e'tirozchilari tomonidan tosh otilishi bilan o'z hayotlarini qo'ldan bergan. Hurmatli ko'ruvchilar, ushbu soat yangiliklar ana shulardan iborat edi. Yana ko'rishguncha xayr, amon qolingizlar.